Jizzax viloyatining Baxmal tumanida ichimlik suvidan oqilona foydalanish, mavjud infratuzilmaga noqonuniy ulanishlarni oldini olish hamda qarzdorlikni kamaytirish maqsadida nazorat tadbirlari olib borildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi hamda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Baxmal tumani filiali xodimlari hamkorligida tumanning Do'stlik mahallasida reyd tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbir davomida ichimlik suvi tizimiga noqonuniy ulanish holatlari aniqlanib, qonunbuzarliklarga nisbatan choralar ko'rildi. Reyd davomida 10 million so'mga yaqin debitor qarzdorlik undirildi. Eng e'tiborlisi 3 nafar fuqaroning ichimlik suvi tarmog'iga noqonuniy ulanib, tizimdan ruxsatsiz foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasi 1-qismiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, jami 11 million 250 ming so'mlik ma'muriy jarimalar belgilandi. Tadbir doirasida mahalla aholisi bilan muloqotlar o'tkazilib, suv resurslaridan oqilona foydalanish, qonuniy ulanishlar orqali xizmatdan foydalanish hamda qarzdorlikni vaqtida bartaraf etish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Mas'ullar aholiga suv resurslari cheklanganligini inobatga olgan holda ushbu boylikdan oqilona foydalanish zarurligini ta'kidlab o'tishdi. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi vakillarining qayd etishicha, bunday reydlar faqatgina Baxmal tumanida emas, balki viloyatning boshqa hududlarida ham davom ettiriladi. Bu orqali ichimlik suvi ta'minoti tizimidagi tartib-intizomni mustahkamlash, resurslardan foydalanishda qonuniylikni ta'minlash va aholining ijtimoiy mas'uliyatini oshirish ko'zda tutilgan. Ichimlik suvi inson salomatligi, jamiyat taraqqiyoti va ekologik barqarorlik uchun muhim resursdir. Uni asrash, to'g'ri va qonuniy foydalanish esa har bir fuqaroning ijtimoiy burchi hisoblanadi. Raqamlar va holatlar shuni ko'rsatmoqdaki, qonunbuzarliklarga qarshi qat'iy kurash va fuqarolik mas'uliyatini oshirish orqali tizimli yondashuv shakllanmoqda.